Toshkent viloyatida 2 kishining o'limi bilan bog'liq avtohalokat sodir bo'ldi. Odam nima bo'ldi ekan bunga? Yuk mashina avtobus ustiga chiqib ketgandi-da, ichida ishchilar bor edi lekin. Bu yerda siz to'qnashuv natijasida parchalanib ketgan transport vositalari oynalarini ham ko'rishingiz mumkin. Voqea bugun, ya'ni 17-mart kuni ertalabki 6:30larda ro'y bergan. Uyda o'tirganimda 6:30larda nimadir qattiq ovoz, urilgan ovoz eshitildi-da. Hayron bo'ldik, nima ekan? Tashqarida jimjit. Bir pat gay xodimlari tinmay hushtak chalyapti. Sal nariroqqa borib qarasak, uzoqdan avtobus yotibdi, yerda ko'rindi. Ustidaligi sement tashiydigan mashina ekan. Berilgan ma'lumotlarga qaraganda, yuk transport vositasini haydovchisi boshqaruv vaqtida uxlab qolishi natijasida qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketgan va Isuzu bilan to'qnashgan. Yuk mashina avtobus ustiga chiqib ketgandi-da. U avtobus ishchilar tashiydigan avtobus, ichida ishchilar bor edi lekin. Avtobus bilan to'qnashgandan keyin mana bu yoqqa tushib ketgan ekanda, demak. Haydovchi 1999-yilda tug'ilgan fuqaro tomonidan Xovor rusumli transport vositasi boshqarib ketayotgan vaqtida o'zi bilan qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan 1991-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi Isuzu, ya'ni avtobus bilan yo'l transport hodisasi sodir etishgan. Voqea joyiga zudlik bilan sog'liqni saqlash, favqulodda vaziyatlar ichki ishlar xodimlari yetib kelib, tegishli choralarni ko'rishgan. Hozirda yo'l transport hodisasi natijasida Xovor rusumli transport vositasining haydovchisi, shuningdek bir nafar yo'lovchi voqea joyida vafot etgan. Qolgan barcha ishtirokchilar tuman markaziy shifoxonasiga yotqizilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Biz marhumlarning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz va haydovchilardan yo'llarda sergak, yo'l harakat qoidalariga amal qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Bunaqa kulfatni hech kim boshiga solmasin.